Biz GMGD O'rta Osiyo tashqi savdo kompaniyasidamiz. Orqamdagi bizning kompaniyamizning Xitoydagi Wuxi shahriga joylashgan Nirjayevka po'lat ombori. Bizning Nirjayevka ru orqamdan ko'rib turganingizdek, bu bizning GMGD kompaniyamizning Nirjayevka po'lat eksport uchun opovka qilgan tayyor tovarlar. Bizning GMGD kompaniyamiz 14 yillik tajribaga ega savdo kompaniyasidir. Bizning omborimizda har oyiga 10 tonna Nirjayevka les va turba joylashgan. Har oila eksport hajmi 7000 tonnadan 10000 tonnagacha yetishi mumkin. Orqamda turgani esa bizlarniki Nirjayevka lesni tekislash apparati bo'ladi. Salom hammaga. Kompaniyamiz asosan Nirjayevkadan ishlab chiqarilgan cho'ksiz turba va qora metalldan ishlab chiqarilgan cho'ksiz turba hamda Nirjayevka les ishlab chiqaradi. Bizda esa 14 yillik tajribaga mavjudmiz. Agar birorta bir ehtiyojingiz bo'lsa, bizdan aloqaga bog'lanishingiz mumkin. Endi bizlarning ishlab chiqarib bo'lgan Nirjayevka leslarni opovka qilib mashinaga yuklamoqdamiz.